Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan 2013-yil Xalqaro biologiya olimpiadasining ayrim nazariy bosqichdagi ayrim savollar bilan tanishib chiqamiz. Xo'p. O'ylaymizki, bu savollar sizlarga foydali bo'ladi. Olimpiadalarni ishda shuningdek qo'shimcha ma'lumotlar bazasi shakllanadi sizlarda. Xo'p, boshladik. Birinchi savol. Ushbu rasm diploid evkariot hujayra uchun bo'linish bosqichini ifodalaydi debdi-da bizaga. Demak, hujayrani bo'linayotgandagi tasvir berilgan. U yerda qaysidir bosqichi tasvirlangan hujayra bo'linishini. Berilgan fikrlarni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini belgilang. Birinchi fikr, ushbu sxemada mitoz bo'linishining qaysidir bosqichi tasvirlangan. Xo'p. E'tibor bersak, bizni hujayramizda bu bo'linadigan hujayrani avvalambor bilib olishimiz kerak, mitoz yoki meyoz ekanligini bu jarayonni demak. Bu jarayon mitozmi, meyozmi? Bilamizki, mitoz bo'linishida somatik hujayralar bo'linadi. Somatik hujayralar diploid bo'lib, ulardan mitoz bo'linish fazasidan keyin yana diploid hujayralar hosil bo'ladi. O'zi diploid degani nima degani? Diploid degani oddiy til bilan tushuntiradigan bo'lsak, har bir xromosomi o'zini gamologik sherigiga ega degani. Gamologik sherigiga ega degani. Qaysi kitob manbalarida o'qishlaringiz mumkin? Single xromosoma deb ham o'qishlaringiz mumkin. Single xromosoma deb ham shunga aytiladi. Ya'ni har qanday xromosoma kariotipimizdagi o'zini sherigiga ega. Mana bunday. Va shu darajadagi ular bir-biriga juda ham o'xshash. Chunki har ikkisida bir xil genga javob beruvchi kodlar yozilgan. Mitozda yana bir narsa, rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, qaysi fazasi degan savolga bu menimcha juda ham yaqqol ko'rinib turibdi. Bu anafaza davri. Anafazadagina bo'linish uchun hosil bo'lib turib, xromosomalarning yelkalari bir-biridan ajralgan. Bizda 3 ta variant bor. Anafaza bu mitoz o'ziniki. Ya'ni aniqlashimiz uchun mitoz yoki meyoz ekanligini. Anafaza 1 va anafaza 2. Mitoz anafazasida bilamiz, gamologik xromosomalarning yelkalari bir-biridan ajraladi degan. Ya'ni xo'p, rasm bilan tushuntiradigan bo'lsak, rasmda sal xatolik ketgan ekan, shuning uchun o'zim chizib tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu gamologik xromosomalar. Mitozda gamologik xromosomalar yonma-yon emas, xuddi shu tartibda joylashadi. Mana. Ko'ryapsizlar, men 6 ta xromosoma chizdim. Demak, ikkitasi bir-biriga o'xshash. 3 xil. Mitoz davrida mana shu xromosomalarning bir yelkasi bu qutbga, bir yelkasi bu qutbga tomon harakat qiladi. Mana. Natijada mitozning oxirida 2 yelkali xromosomadan 1 yelkali xromosoma, 2 yelkali xromosomadan 1 yelkali xromosoma hosil bo'ladi. Mana bu xromosom 2 yelkali xromosoma deyiladi. Yelkasi 2 ta deyiladi. Mana bu xromosoma 1 yelkali xromosoma deyiladi. Demak, mitozda har ikkala gamologik xromosomaning yelkalari ajralar ekan. Bu mitoz anafazasi. Anafaza 1, meyozning anafazasi qanaqa jarayon ketadi deydigan bo'lsak, mitozning anafazasida gamologik xromosomalar bilamiz, bivalent holatda bo'ladi. Ya'ni ular tetradan hosil qiladi. Tetradan hosil qilgan paytda ular mana bu tartibda emas, mana bu tartibda yonma-yon joylashadi. Natijada, demak, anafaza 1 davrida
bir gamalak xromosoma hujayrani bu qutbiga, boshqa biri keyingi qutbga o'tadi. Ya'ni bu bosqichda hech qanaqangi yelka ajralish sodir bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz anafaza bir bosqichini ro'yxatimizdan chiqarib yuborsak ham bo'ladi. Chunki rasmimizda ko'rib turibmiz, xromosomalar yelkalari bir-biridan ajralgan. Keyingisi anafaza 2. Anafaza 2 da boya aytgandek haqiqatan ham xromosomalarning yelkalari bir-biridan ajraladi. Ammo endi uning gamaligi boshqa bir xromosom hujayrada bo'lganligi uchun anafaza 2 davriga qolgan, ya'ni anafaza 2 davrida ishtirok etayotgan barcha xromosomalar shakl jihatidan agarda bir guruhga kirmasa, shakl jihatdan farq qiladi bir-biridan. Ular har xil ko'rinishda bo'ladi. Va ularning bir yelkasi bir tomonga, ikkinchi yelkasi boshqa bir qutbga ajraladi. Ya'ni bu yerda ham xuddi mitozning anafazasi singari yelkalar fanosi sodir bo'ladi. Yelkalar ajralishi sodir bo'ladi. Ko'rib turibmizki, rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, xromosomalar shakl jihatdan bir-biridan juda ham farq qiladi. Ya'ni mana bu 1, bu 2, bu 3, bu 4 qilib raqamlaydigan bo'lsak, har bir xromosoma bir-biridan shakl jihatdan juda ham farq qiladi. Va bu bizada meyozda anafaza 2 davriga to'g'ri keladi desak bo'ladi. Ushbu sxemada mitoz bo'linishining qaysi bosqich tasvirlangan degan fikr esa bizda o'z-o'zidan xato fikrga chiqadi. Keyingi fikr, ushbu sxemada meyoz 2 bo'linishining qaysi bosqich tasvirlangan. Ko'rdik, meyozning anafaza 2 bosqichi ekan. Demak, bunga to'g'ri qo'yamiz. Agar mikrotubul motor oqsillar faoliyatini enga berilganda hujayra bu bosqichga yetib kela olmasdi. Motor oqsillar nima? Bilamizki, hujayra juda ham ichki qismi murakkab va mana bunday sitosklet elementlaridan iborat. Sitosklet elementlaridan iborat va bundan tashqari bu yadroda tasvirlab qo'yamiz. Bundan tashqari hujayrada to'xtovsiz biosintez jarayonlari sodir bo'ladi. Ya'ni molekulalarning, qaysidir bir molekulaning to'xtovsiz ravishda sintezi sodir bo'lib turadi yoki parchalanishi sodir bo'lib turadi. Bundan tashqari hujayraning ichiga tashqaridan har xil vakvala ko'rinishda moddalar, pinositoz vakvalasi bo'lishi mumkin yoki fagositoz vakvalasi bo'lishi mumkin, kirib turadi. Bu vakvalalar yoki sintezlangan molekulalar deylik, harakatlanish uchun, endi bu asosiy funksiyasi, harakatlanishligi uchun, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga tashilishligi uchun bizga bir transport kerak. Ya'ni ular o'zidan o'zi turgan nuqtadan kerakli argon yoki kerakli bir nuqtaga bora olmaydi. Buni bizada motor oqsillar, ya'ni kinezin va dinin bajaradi. Motor oqsillar. Xo'p, Campbell Biology kitobini bir varaqlab ko'radigan bo'lsanglar, aynan oqsillar mavzusida, hujayra bu bobida bu oqsillar haqida aniqroq, ko'proq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Ular sitosklet bo'ylab yurib, ko'rinishi taxminan mana bunday ikkita oyoqcha, mana bunday ikkita oyoqchasi hamda o'sha molekula bog'lanadigan yuqorida qismi bor. Ushbu yuqoridagi qismiga vakvalani yoki qanaqadir bir molekulani bog'lab, albatta ATF energiyasi hisobiga qadam-ba-qadam xuddi odamlar yurishiga o'xshaydi. Odamlar yurishiga o'xshab harakatlanib molekulalar tashiydi. Ularni bo'linishdagi ahamiyati nimada deydigan bo'lsak, bo'linish paytida bizda bo'linish o'rchoq hosil bo'lishi kerak. Bilamiz bu narsani.
bo'linish o'rchog'i hosil bo'lishi kerak. Bo'linish o'rchog'ining tarkibi mikrotubullar yig'indisi hisoblanadi. Ya'ni ular mikrotubul deb ataladigan sitosklet elementlarni yig'ilishi natijasida sintezlanadi. Misol uchun, xuddi arqonga o'xshaydi. Ya'ni arqonni ko'rgan bo'lsak, mana bunday har xil iplardan iborat bo'lgan singari bizani mikrotubul molekula bo'linish o'rchog'i ham xuddi shunday arqonga o'xshab mana bunday uzluksiz oqsillar yig'indisi hisoblanadi. Kesadigan bo'lsak, ko'ndalangiga mana bunday ko'rinish keladi. Menimcha tushunarli bo'ldi sizlarga. Endi qanchalik bilmayman. Tushuntirishga harakat qildim. Mana. Ko'rib turibmiz, ular bir nechta mikrotubuldan iborat, misol uchun bitta bo'linish o'rchog'i. Va ular aslida mana bunday alohida ko'rinishda bo'ladi. Bizning diniy oqsillarimiz ularni bir-biriga jipslashtirib, undan bo'linish o'rchog'ini to'qiydi. Agarda bu motor oqsillarimiz funksiyasi unga belgilanadigan bo'lsa, bizda bo'linish o'rchog'i hosil bo'lmaydi va anafaza davri ham ketmaydi. Shuning uchun biz bu fikrga to'g'ri deya olamiz. Keyingi fikrimiz, geston genlarining transkripsiyasi ushbu bosqichda eng yuqori darajaga yetadi. Anafaza davrida bilamizki, DNK juda ham zichlashgan bo'ladi. Umuman olganda anafaza davrida hech qanaqangi biosintez jarayonlari ketmaydi. Ya'ni hech narsa sintezlanmaydi. Shunchaki hujayra ikkiga bo'linadi, tamom. Geston genlarining transkripsiyasi degan transkripsiya jarayoni sodir bo'lishi uchun DNK yoyilgan holatda bo'lishi kerak. Umuman har qanday DNK bilan bog'liq ketishligi uchun, sintez reaksiyalari ketishligi uchun, masalan, replikatsiya bo'ladimi, transkripsiya bo'ladimi, DNK yoyilgan holatda bo'lishi kerak. Bizning anafaza davrimizda bo'ladigan bo'lsa, anafazada xromosoma juda ham zichlashgan holatda bo'ladi va shuni hisobiga u yerda hech qanaqangi sintez reaksiyasini olib borishning iloji yo'q. Geston genlarining transkripsiyasi yuqori bo'ladi. Umuman geston genlarining ahamiyati deydigan bo'lsak, mana xromosomani spirallashuvda geston genlari juda ham katta ahamiyatga ega. Mana geston genlarini DNK molekulasi o'raydi. Shuni hisobiga bizda spirallashuv hosil bo'ladi. Ularning sintezi hujayraning S fazasida juda ham yuqori bo'ladi. Chunki S fazasida DNK sintezi ham sodir bo'ladi bilsak, ya'ni xromosom DNKni bitta ipidan unga o'xshash yana bitta ip hosil bo'lib, to'plama xuddi o'sha joyda 2N2S dan 2N4S ga o'tadi. Demak, sintez davridagina geston genlarining transkripsiyasi haqiqatan ham yuqori bo'ladi. Bizning anafaza davrimizda, ya'ni yuqoridagi rasmda umuman buning iloji yo'q. Shuning uchun biz bu fikrga noto'g'ri deymiz. O'ylaymanki, demak, bu savol sizlarga tushunarli bo'ldi. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol: bilirubin gem katabolizm natijasida hosil bo'lgan parchalanish mahsulotidir. Bu modda jigarga transport qilinadi. U yerda UGT fermenti tomonidan ikkita glyukuron kislota molekulalariga biriktiriladi, konjugatsiyalanadi. Quyidagi rasmga qarang. Konjugatsiyalangan bilirubin o't suyuqligining tarkibiy qismi sifatida ingichka chiqariladi debdi. Demak, bizga umumiy fiziologiyani tushuntirib o'tgan. Xo'p, gem, ya'ni eritrositlar tarkibidagi gemoglobin parchalanishdan hosil bo'lgan. Demak, eritrosit
uni parchalanishidan gemoglobin, gemoglobindan esa gem, gemdan bilirubin. Xo'p, bu bilirubin keyin jigarga boryapti-da, bu yerda K bilirubinga aylanyapti. Konveksiyalangan bilirubinga aylanyapti. Demak, umumiy sxema shunaqa. Endi fikrlarga o'tadigan bo'lsak, A fikrimizda glyukron kislota bilan biriktirish bilirubinning suvda eruvchanligini oshiradi debdi. Demak, glyukron kislota o'zi suvda eriydigan kislota. Mana bilamiz, kislotalarning ko'pchiligi nima qiladi? Suvda eriydi. Yo'q, kislotalardan boshqa. Xo'p, yo glyukron kislota e'tibor beradigan bo'lsak, o'zida juda ham ko'p OH gruppa tutadi. Bu OH gruppalar molekulaga qutb berib, uning suvda eruvchanligini ta'minlaydi. Agarda bu molekulalarni bilirubinga biriktiradigan bo'lsak, bilirubinga qo'shiladigan bo'lsa bu molekulalar, vodorod bog'lanishi hisobiga bu molekulalarni nima qiladi? Suvda eruvchanligini oshirib beradi. Shuning uchun ham demak biz glyukron kislota bilan biriktirish bilirubinning suvda eruvchanligini oshiradi degan fikrni to'g'ri deyishimiz mumkin. Keyingi fikr. Ingichka ichak yaqinida joylashgan o't yo'lini to'sadigan o'sma qondagi konjugatsiyalangan bilirubin darajasining tushishiga olib keladi debdi. Xo'p. Avvalambor ko'rib chiqaylik. Sxemasini chizib olamiz. Tushunarliroq bo'lishligi uchun. Demak, jigar. Undan hosil bo'lgan o't suyuqligi bilirubin va qondagi ortiqcha xolesterin o't tufayliga keladi. Bu yerda konsentrlanib umumiy yo'l orqali demak biz ichagimizga tushar ekan. Tushish kerak normada. Va shu orqali demak organizmdan bizni bilirubin ham ortiqcha moddalar qatori chiqib ketishi kerak. Agarda demak bu o't yo'lini to'sadigan o'sma paydo bo'lsa, natijada o't yo'llari to'liq yopiladi. Jigarda hosil bo'lgan o't suyuqligi, xolesterin, bilirubin, umuman o't yo'llari orqali chiqib ketishi kerak bo'lgan barcha moddalar chiqa olmasdan asta-sekinlik bilan to'planishni boshlaydi. Va bu yig'ilish, ya'ni qizil qon hujayralari normada parchalanib turib, bilirubin hosil qilib turibdi bizda. Hosil bo'lgan bilirubin jigarga kelib turib, u yerda konjugatsiyalashib turibdi. Ya'ni bilirubin metabolizmi ketib turibdi, ya'ni jarayonda. Va shuni hisobiga to'xtovsiz bilirubin hosil bo'lyapti. Lekin uni chiqmaganligi hisobiga asta-sekinlik bilan bilirubin to'planib shunaqa nuqtaga keladiki, bilirubin ko'pligidan o't yo'llari, ya'ni jigarning ichki strukturasida, ichki qismida o't yo'llarining ichidagi demak bu moddamiz konjugatsiyalangan bilirubin asta-sekinlik bilan o'ziga yaqin joylashgan qon tomirlariga o'tadi. Va markaziy vena orqali umumiy qon anosiga, nima deydi, aylanish sistemasiga qo'shilar ekan. Umumiy qon aylanish sistemasiga qo'shilar ekan. Va natijada demak qondagi bilirubin, ya'ni konjugatsiyalashgan bilirubin konsentratsiyasi ortadi.
Bizga fikrimizda ingichka yaqinida joylashgan o't yo'lini to'sadigan o'sma qondagi konjugatsiyalashgan bilirubin darajasini tushishiga olib keladi debdi. Demak, bizning fikrimiz xato hisoblanar ekan. Keyingi fikr, UGT faolligini sezilarli darajada kamaytiradigan nuqtali mutatsiya qonda konjugatsiyalanmagan bilirubin miqdorini pasaytiradi. Demak, bizda UGT fermentimiz bor. Agarda ko'rdik, uni funksiyasi ham bilirubinga glukron kislotani qo'shib turib konjugatsiyalashgan bilirubinni olish. Agarda xo'sh, biz UGT fermenti faolligini oshiradigan bo'lsak, o'z-o'zidan hosil bo'lgan mahsulot tomonga muvozanat siljib, konjugatsiyalashgan bilirubin ko'proq hosil bo'ladi. Xuddi shunday, agarda UGT fermenti faolligini pasaytiradigan bo'lsak, bizdagi konjugatsiyalashgan bilirubin konsentratsiyasi tushishni boshlaydi. Demak, S fikrdagi UGT faolligini sezilarli darajada kamaytiradigan nuqtali mutatsiya qondagi konjugatsiyalanmagan bilirubin miqdorini pasaytiradi debdi. E'tibor beradigan tomonimiz, agarda bizani fermentimiz, ko'zdan qochiramiz, bizani fermentimiz yaxshi ishlamayapti. Ya'ni oldin daqiqasiga 10 molekula glukron kislotani ananga biriktirayotdi, bilirubinga biriktirayotdi. 10 molekula glukron kislotani bilirubinga biriktirib, uni konjugatsiyalangan bilirubinga aylantirayotgan edi. Endi uning funksiyasi pasayganligi tufayli daqiqasiga 1 molekula bilirubinga o'tib qoldi. 1 molekula bilirubindagina konjugatsiyalashgan bilirubinga aylantira olyapti. Natijada normada taloqdagi muammo bo'lmaganligi tufayli hosil bo'lishi kerak bo'lgan bilirubin hosil bo'laveradi va u qon orqali jigarga kelaveradi. Lekin jigarda UGT fermentining faolligi pastligi tufayli u konjugatsiyalashgan bilirubinga aylanmaydidagi, aksincha konjugatsiyalanmagan holatda, ya'ni erkin bilirubin holatda qolib ketaveradi va xuddi boyagi sonanday bu asta-sekinlik bilan bilirubin to'planishiga va qonda yig'ilishiga olib keladi. Xo'p, UGT faolligini sezilarli darajada kamaytiradigan nuqtali mutatsiya qonda konjugatsiyalanmagan bilirubin miqdorini pasaytiradi degan ekan bu yerda. Lekin biz ko'rdik, oshirdi. Chunki nima qildik? Bizning UGT fermentimiz xo'p, barcha bilirubinni konjugatsiyalashga qilmayapti, ulgurmayapti. Shuning uchun ulgurmayapti deyishimiz xato bo'ladi. Kuchi yetmayapti. Shuning uchun bunga noto'g'ri fikr bildirib qo'yamiz. Keyingi fikrimiz, qonda konjugatsiyalangan bilirubin darajasining oshishi bezgak infeksiyasi belgisi bo'lishi mumkin debdi. Xo'p, avvalambor bilib olsak, bizga kerak bo'lgan nuqtalar. Bezgak infeksiyasi nima qilar edi? Bezgak infeksiyasi. Xo'p, eslaringizda bo'lsa, bu sporalilar sinfiga kirardi. Sporlar sinfiga kirib turib, shizogoniya yo'li bilan ko'payib, parazit, ya'ni zararli bo'lgan kasal keltirib chiqaradigan infeksiya, ya'ni barcha infeksiya kasal keltirib chiqaradi. Xo'p, qizilqon hujayralarga kirib, bizning bu sporalilar sinfi vakili ichida ko'payadi. Ichida ko'payib, keyin chiqib ketish davrida hujayrani parchalab, ya'ni eritosit hujayrasini parchalab, so'ngra chiqib ketardi.
Endi natijada nobud bo'lgan bu eritrositimizda ichidan qonga faqatgina, ya'ni plazmaga faqatgina sporalar emas, u bilan birga gemoglobin molekulasi ham chiqadi. Va erkin gemoglobin molekulasi to'g'ri taloqqa borib, u yerda u parchalar bundan bilirubin hosil bo'ladi. Boyagi sikl bo'yicha. Va bu bilirubin keyinchalik konjugatsiyalashgan bilirubinga aylanadi. Konjugatsiyalashgan bilirubin esa yana boya ko'rdik, jigar orqali chiqib ketadi. Agarda shtursham normada ham bu jarayon ketayotganda, ya'ni muddat tugagan, yashash muddatini o'tab bo'lgan eritrositlarimiz parchalanib turib, ulardan bilirubin hosil bo'layotgandi. Lekin unga qo'shimcha ravishda bezgak infeksiyasi ham eritrositlarni nobud qilib turib, ular tarkibidagi gemoglobinni qonga chiqarayotganligi uchun, ya'ni yana qo'shimcha ravishda bilirubin normadagi bilirubin metabolizmi plus bezgak tufayli kelib chiqqan bilirubin metabolizmi hisobiga qondagi bilirubin konsentratsiyasi oshyapti. Va tabiiyki bu qondagi bilirubin konsentratsiyasini ham, konjugatsiyalashgan bilirubin konsentratsiyasini ham oshishiga olib kelar ekan. Shuning uchun biz bu fikrga qo'shilishimiz kerak. Demak, haqiqatan ham qonda konjugatsiyalashgan bilirubin darajasining oshishi bezgak infeksiyasining belgisi bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, bu savolim sizlarga tushunarli bo'ldi. Bu tipdagi savollarni yechishimiz uchun yana Ninja Nerdning bilirubin metabolizmi videosini ko'rib qo'yishimiz foydali bo'ladi. Unda to'liq ushbu mavzu yoritib berilgan, qanday ta'siri bor, qanaqangi patologlar bo'lishi mumkin bu holatda. Demak, biz keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol. Osteoblastlar yangi suyak materiallarini hosil qilsa-da, ular osteoklastlardagi rank retseptorlarini faollashtiradigan Rankel oqsilni chiqarib, mavjud suyakni parchalash uchun osteoklastlarni qo'zg'atishi mumkin. Demak, osteoblast hujayrasi bor ekan va bu osteoblast hujayramiz yangi suyak materialini hosil qilar ekan. Ya'ni yangi suyak shakllanishda ishtirok etar ekan. Ular osteoklastlardagi rank retseptorlarini faollashtirib, demak, osteoklastlarda rank retseptorlari bor ekan va ularni faollashtiradigan Rankel oqsil ishlab chiqarar ekan. Osteoblastlar Rankel oqsilni ishlab chiqarib, osteoblastlarning o'zi Rankel oqsilni ishlab chiqarib, osteoklastlardagi rank retseptorlarini faollashtirar ekan. Savol tug'iladi, osteoklastlar nima? Davomini o'qiymiz. Mavjud suyakni parchalash uchun osteoklastlarni qo'zg'atishi mumkin. Demak, osteoklastlar suyaklarni parchalashda ishtirok etar ekan. Endi ushbu yo'l D vitamini yoki paratiroid gormoni tomonidan stimullanadi. Demak, qachonki qonda D vitamini bilan paratiroid gormon bo'ladigan bo'lsa, bu ikkita moddamiz osteoblastlarga borib turib, ularni Rankel oqsilini chiqarishini, sintezlashini kuchaytirib, rank retseptorlarini faollashtiradi va bu rank retseptorlari keyin osteoklastlarni natijada rank retseptor faollashgandan keyin osteoklastlar suyakni parchalashni boshlar ekan. Ammo estrogen mavjud bo'lganda osteoblastlar rankelni o'ziga bog'lab oluvchi osteoprotogerinni ajratish orqali bu jarayonni ingiberlaydi. Ya'ni agarda qonda estrogen, D vitamini, paratiroid bo'lgan paytda, bizada Rankel oqsil ishlab chiqarilar ekan.
Lekin bu wrinkle oqsili estrogenni ta'sirida osteoblastlarda sintezlangan osteoprotogerin oqsili bilan bog'lanib turib, wrinkle retseptoriga bog'lana olmas ekan. Va bu natijasida bizning osteoklastlarimiz nima bo'ladi? Aktivlanmay qoladi va suyak yemilishi to'xtar ekan. Bizaga sxemasini mana berib qo'yibdi. Demak, estrogen mana D vitamini, paratiroid gormon. Paratiroid gormon ta'sir qilyapti. U siklik AMF sintezlanyapti. Paratiroid gormon birikishidan siklik AMF DNKga ta'sir qilyapti. DNKdan informatsion RNKdan mana wrinkle oqsili va wrinkle oqsili keyin mana RNK retseptor bilan birikyapti va bu birikmamiz natijasida osteoklastlar mana suyak rezorbsiyasini amalga oshirib turib, undagi kalsiyni chiqib ketishini ta'minlayapti. Osteoblastlarni o'zi bo'ladigan bo'lsa, mana suyak shakllantirib, uni tarkibiga kalsiy kirishini ta'minlab beryapti ekan. Fikrlarga o'tadigan bo'lsak, estrogen quyish terapiyasi menopauzadan keyin suyak rezorbsiyasining oldini oladi. Xo'p. Menopauza nima? Qisqacha ma'lumot beraman. Menopauza bu ayol organizmida yetilmagan tuxum hujayra to'liq qolmagandan keyin tuxum hujayra yetilmagan tugaganidan keyin ayol organizmdan boshqa tuxum hujayra hosil bo'la olmaydi. Natijada tuxumdonlar o'z funksiyasini yo'qotadi. Demak, yetilmagan tuxum hujayra qolmadi. Natijada tuxumdonlar o'z funksiyasini to'xtatdi. Endi bu organizm qaysidir ma'noda ko'payishga yaroqsiz. Bilamizki, tuxum hujayra shunaqaki, tuxum hujayrani yetilish jarayonidagi asosiy rol o'ynayotuvchi gormon bu estrogen. Estrogen bo'lgan tuxum hujayra yetilishini boshqarib turadigan asosiy gormonlardan biri estrogen. Xo'p, menopauza sodir bo'lgandan keyin, tuxumdonlar o'z funksiyasini yo'qotgandan keyin tuxumdondan ana endi estrogen sintezlanmaydi. Tuxumdondan sintezlanmaydi. Demak, estrogen deb qo'yamiz. Tuxumdondan estrogen sintezlanmaydi va qonda estrogen konsentratsiyasi tushadi. Estrogen konsentratsiyasi tushgandan keyin, demak, sxemaga qaytadigan bo'lsak, bizda estrogen konsentratsiyasi tushadigan bo'lsa, demak, OPG oqsilini sintezlanishi to'xtaydi va u wrinkle oqsilini endi ortiq band qilib tura olmaydi. Natijada wrinkle oqsili, demak, wrinkle retseptorlari bilan bog'lanib, suyak rezorbsiyasini oshiradi. Xo'p, agarda fikrimizda aytilgandek, biz qonga yana qaytadan estrogen qo'shadigan bo'lsak, ya'ni qonga oldingidek estrogen ta'minlaydigan bo'lsak, bu estrogen OPG konsentratsiyasini ham sintezlab oshiradi. OPG konsentratsiyasi ham oshadi va OPG yana wrinkle oqsillari bilan birikishni boshlaydi. Wrinkle oqsillari bilan birikib, uni bog'lab olishni boshlaydi va wrinkle retseptorlar bilan birikmaganligi tufayli osteoklastlar qo'zg'almaydi, ya'ni ingiberlangan holatda bo'ladi. Suyak rezorbsiyasi amalga oshmaydi. Shuning uchun ham demak, estrogen qo'yish terapiyasi menopauzadan keyin suyak rezorbsiyasini oldini oladi degan fikr to'g'ri. Keyingi fikr. Giperparatireozning belgisi, ya'ni paratiroid bezning ortiqcha funksiyasi suyak massasining kamayishidir. Avvalambor bir qaraymiz, paratiroid gormon bizda nima qilayotgandi? Paratiroid gormon qonda bo'lgan paytda u siklik AMF ishlab chiqarayotgandi va siklik AMF demak DNKga ta'sir qilayotdi. DNKdan informatsion RNK va informatsion RNKdan wrinkle oqsili. Wrinkle oqsili esa borib wrinkle retseptorlari bilan birikib turib, suyak rezorbsiyasini ta'minlayotdi.
Bu aniq ravshan ko'rinib turibdi. Natijada suyak rezorbsiyasidan keyin uning massasi ham kamayadi. Chunki suyak tarkibidagi asosiy kalsiy qonga chiqib ketyapti. Lekin boya ko'rdik, agarda qonda estrogen bo'ladigan bo'lsa, bu jarayon amalga oshmasdi. Giperparatiroidda qalqon orqa bezimizning funksiyasi normaga nisbatan ortiqcha. Natijada bizani qondagi paratiroid gormonining konsentratsiyasi ham ortib boradi. Paratiroid gormonining konsentratsiyasi ortganidan keyin uning ta'sirida Renkel oqsillarining ham konsentratsiyasi oshadi. Endi estrogenda normadagi estrogen ta'sirida sintezilanayotgan OPG oqsili ortiqcha ishlab chiqarilgan Renkel oqsillarini ushlab qila olmaydi Renkel retseptorlari bilan bog'lanishdan. Ya'ni endi u Renkel retseptorlariga yetmaydi boshqa OPG'lar. Shuning uchun ortiqcha Renkellar borib turib bizning osteoklastlarimizdagi Renkel retseptorlariga bog'lanadi. Va buning natijasida suyak rezorbsiyasi kelib chiqib, suyak massasi ham pasayadi. Demak, giperparatiroidning belgisi suyak massasining kamayishidir degan fikr to'g'ri fikr ekan. Keyingisi D vitamini hamda estrogen gidrofilik molekulalar, paratiroid bo'lgan bo'lsa lipofildir deyapti. Buni nimaga qarab aniqlaymiz? Avvalambor bilib olishlaringiz kerak, eslab olishimiz kerak, gidrofil molekula nima edi? Gidrofil molekula bu suvda eriydigan molekula edi. Lipofil bo'ladigan bo'lsa, bu yog'da eriydigan molekula bo'ladi. Endi bularni asosiy biza farqlashimiz nuqtasi bu yerda hozir sxemaga qarab. Bu membrana hisoblanadi. Umuman ta'sir qiladigan moddalarni qanday desam, gormon bo'ladimi, vitamin, umuman hujayrani faoliyatini boshqaradigan, qanaqadir hujayraga signal olib keladigan, axborot olib keladigan molekula bo'ladi. Ular gidrofil yoki lipofil ekanligini, ularni membranadan qanday o'tishiga, ya'ni o'z ta'sirini membranadan qanday o'tkazayotganligiga qarab aniqlasa bo'ladi. Xo'p, nima demoqchiman? E'tibor beramiz. Bizda estrogen bor, vitamin D bor, va paratiroid gormonimiz bor. Estrogen ko'rib turibsizlar, membranadan to'g'ridan-to'g'ri o'tyapti. Eslab o'tishimiz kerak, membrana nimadan tashkil topgan? Membrana tarkibi fosfolipid va plus oqsil transmembran. Fosfolipid nomi bilan lipid, yog'da eriydi. Shuni hisobiga bu faqatgina yog'da eriydigan va zaryadsiz molekulalarnigina o'zidan o'tkaza oladi. Bo'lish uchun yo lipofil bo'lish kerak. Bu buni o'tib olish uchun yoki zaryadsiz bo'lish kerak. Shundagina shu ikkita shart bo'lgandagina, shu ikkita shartni bajara olgan ikkovdan birovini bajara olgan molekula, shu ikkita shartdan birovga javob bera olgan molekula, demak bizada yog'da eriganligi tufayli hujayra membranasidan o'ta oladi. Qolgan barcha holatlarda ular kichik molekulalar oqsil kanallari orqali, mana bu transmembran oqsil kanallari orqali demak o'z hujayrachiga kiradi. Shuning uchun hozir e'tibor beryapmiz, estrogen hujayrachiga kiryapti membranadan bemalol. Demak biz xulosa qilamiz, estrogen lipofil. Vitamin D3. Vitamin D3 ham membranadan to'g'ridan-to'g'ri o'ta olyapti. Demak bu ham lipofil. Paratiroid gormon hujayrachiga kirmayapti, balki ma'lum bir oqsillarga bog'lanyapti va bu oqsillar ta'siridan keyin siklik amef sintezlanyapti. Siklik amef bu ikkilamchi messenjer deyiladi. Ikkilamchi messenjer yo'li. Qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, siz misol uchun qanaqadir bir uyda yashaysiz, uyda yashaysiz deyman. Qanaqadir bir xabarni
juda ham jiddiy qo'riqlanadigan bir qo'rg'on deyilgan, qo'rg'onga o'xshagan joyga aytyapsiz. Olib borishingiz kerak. U yerdagi bir insonga yetkazishingiz kerak. Xabar juda ham muhim. Lekin u yerda qo'riqlaydigan qo'riqchilar sizni kirgizishmadi. Natijada siz nima qilasiz? O'zidagi xabarni, bu muhim xabarni xo'jayiniga yetkaz degan ma'noda bu qo'riqchiga xabarda aytasiz. Natijada qo'riqchi boradi tagin, uni kerakli insonga aytadi va kerakli inson borib keyin demak bizni anonimiz nima deydi, bu rahbarga aytadi. Bu yerdagi ana shu umumiy yo'l ikkilamchi xabarchi, ikkilamchi messenjer degan ikkilamchi xabarchi. Chunki siz emas, ya'ni xabarni olib kelgan inson emas, boshqa bir inson tomonidan xabar yetkazilganligi uchun. Oqsillar ham xuddi shunday. Yuqori molekulyar moddalar, eslatib o'taman, oqsil molekular, ya'ni oqsil tabiatli molekulalar yog'dan o'ta olmaydigan. Keladidagi ana shu ikkilamchi messenjer yo'li orqali o'zini axborot ta'sirini o'tkazadi. Xo'p, demak bizda shuning uchun paratiroid gormonimiz gidrofil bo'ldi. Yana ham shuning uchun siz fikrimiz to'g'ri. Keyingi fikr. Kalsiy ionining siydik orqali chiqib ketish natijasida plazmada paratiroid darajasi pasayadi debdi. Xo'p, buni qanday tushuntirishimiz mumkin? Belgilab olamiz. Demak, qonda kalsiy miqdori pasaysa nima jarayon sodir bo'ladi? Qonda kalsiyni konsentratsiyasini boshqarib turadigan bizda ikkita gormon bor va har ikkalasi ham biri paratiroid gormon, ikkinchisi kalsitanin gormon. Paratiroid gormon, ikkinchisi kalsitanin. Paratiroid gormonimiz qachon sintezlanadi? Paratiroid gormon sintezlanadigan qalqon oldi bez hujayralari qondagi kalsiy miqdoriga juda ham ta'sirchan, juda ham sezgir. Agarda bu gormonni bu kalsiy, qondagi kalsiy ionining konsentratsiyasi normadan pastga tushadigan bo'lsa, bu paratiroid gormonni sintezlash uchun signal. Natijada mana paratiroid gormoni sintezlanib, qonga kalsiyni chiqarib beradi. Ya'ni ko'rdigan suyakdagi depo bo'lib turgan, suyakdagi yig'ilib turgan kalsiyni bir qismini qonga chiqarib turib, qondagi kalsiyni normallashtiradi. Agarda teskarisi bo'ladigan bo'lsa, qonda kalsiy konsentratsiyasi oshib ketadigan bo'lsa, bu natijasida paratiroid gormon qonda pasayib turib, qonda normallashadi, chunki kalsiy keldi deydi. Kalsiy oshib ketganligi uchun endi bu kalsiyni normallashtirish uchun kalsitanin gormoni sintezlanadi. Bu kalsitanin gormoni demak qondagi kalsiyni ishlatilishini, ya'ni suyakka yoki bo'lmasam boshqa bir organlarga ishlatilishini ta'minlab turib, qondagi kalsiy konsentratsiyasini nima qilib beradi bizga? Tushirib berar ekan. Qisqa lo'nda shu. Ko'rishimiz mumkin, demak kalsiy ionlarining siydik orqali chiqib ketishi natijasida plazmadagi paratiroid darajasi pasayadi degan. Demak, bizda bu fikr xato, bu fikr nima bo'lishi kerak? Noto'g'ri. Aksincha, paratiroid gormonining darajasi qonda oshar ekan. O'ylaymanki, bu savollar sizlarga tushunarli bo'ldi. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Tovuqlarda qanot shakllanishi qanot kurtaklaridan boshlanib, keyinchalik ulardan 3 ta barmoqdan iborat yetuk qanot rivojlanar ekan. Xo'p, bizga rasm tasvirlab bergan. Embrional rivojlanish davrida umuman barcha organizmlarda ham embrional rivojlanish davrida qaysidir bir organning doim qaysidir bir qavatni bo'rtib chiqish natijasida, ya'ni kurtak natijasida hosil bo'ladi. Misol uchun qisqaroq tushuntiradigan bo'lsam, deylik
Aynan bizani o'pka odamdagi yoki halqum ham xuddi shunday avval naysmon ko'rinishda bo'ladi va asta-sekinlik bilan bunaydan bo'rtiqcha, ya'ni kurtakcha, ya'ni kattaroq kurtak bo'lib turib va keyinchalik davom etib ketadi. U yerdagi aynan shu kurtakka javob beruvchi hujayralar rivojlanadi bu narsa. Xuddi shunday tovuqlarning qanotida ham rivojlanishi xuddi shunday jarayon bilan ketar ekan. Ya'ni mana ko'rib turibmiz. Avval endi kurtak boshlanyapti. Unda birinchi, ikkinchi, uchinchi zonalar farq qilyapti. Keyin ko'rib turibmiz, birinchi bilan ikkinchi zona qolib turib, uchinchi zona yo'qolib qolgan va keyin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi barmoq bo'lgan yetuk barmoq shakllangan. Xo'p, barmoqlarning rivojlanishini tushunishimiz uchun chap qanotning 3-zonasi, demak chap qanotning 3-zonasi rivojlanishning dastlabki davrida o'ng qanotning qanot kurtaklariga qo'shimcha 3-zona sifatida ko'chirib o'tkazildi. Demak bizda o'ng qanot bor, o'ng qanot o'zida ham birinchi, ikkinchi, uchinchi zonalar bor. Biz chap qanotning ham 3-zonasini bunga qo'shdik. Xo'p, sommit holatiga nisbatan olingan barmoqlar morfologiyasi quyida ko'chirib o'tkazishning turli pozitsiyalari uchun keltirilgan. Bu ko'chirish joyi Z bilan belgilangan ekan. Xo'p, bu grafik tushuntirsam, mana bu tushunarli. Bizdagi bu qanot normada o'ng qanot. O'ng qanotda mana sommitlar joylashgan. Sommitlar joylashgan. Deylik, buni qanaqadir bitta bo'lim sifatida tushunamiz osonroq bo'lish uchun. Endi sommitlar joylashgan. Mana 15 dan 19 gacha raqamlangan sommitlar. Mana bu har bitta sample 3-zonani qayerga qo'ygan paytda, ya'ni sommit bo'yicha qaysi sommit to'g'riga, qaysi sommit bilan parallel qo'ygan paytda qaysi barmoqlarning rivojlanishini ko'rsatadigan raqamlar. Misol uchun, bu kontrol raqam hech qanaqangi 3-zona qo'yilmagan paytda normadagidek 2-chi, 3-chi, 4-chi barmoqlar hosil bo'lgan. Normadan o'zgarish bo'lmagan, ya'ni. Xo'p, endi birinchi tajribada mana bu 15-sommitni to'g'riga 3-zona qo'yilgan. Natijada 2-chi, 3-chi, 4-chi barmoq rivojlangan faqat. Boshqa hech qanaqangi barmoq boshqa o'zgarish kuzatilmagan. Xo'p, xuddi shunday ikkinchi tajribada 15-zona oldilariga qo'yilgan va shunda 16 bilan 17-sommitni orasida 2-barmoq rivojlangan va boyagidek normadagidek 2-chi, 3-chi, 4-chi barmoq rivojlangan. Bu xuddi shunday tajribani davom ettirgan sari mana 3, 2, 2, 3, 4 yana bu holatda va hokazo tajriba oxirgacha joylashuv pozitsiyasi o'zgarib, unda qanaqangi o'zgarishlar borligi bizga berilgan ekan. Berilgan fikrlarni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini belgilang debdi. Xo'p, birinchi yoki ikkinchi zonalar barmoqlarning shakllanishiligi uchun zarur debdi. Buni qanday qilib aniqlaymiz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini? E'tibor beradigan bo'lsak, 3-zonani mana bu qismga, ya'ni birinchi va ikkinchi zona yo'q qismlarga, misol uchun mana bu yerga to'g'ri keladigan bo'lsa, birinchi zona bilan ikkinchi zonaning chegarasi bu yerdan bu yoqqa. Shu oraga to'g'ri keladi, mana birinchi, ikkinchi zona. Bu yog'i o'sha birinchi, ikkinchi zona yo'q. Shu qavatlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana e'tibor beradigan bo'lsak, barmoqlar shakllanmayapti. Ya'ni bu atrofdan mana. Tushuntira oldimmi? Ya'ni mana bu qismga 3-zonani qo'yganimiz bilan bu zonadan hech qanaqangi barmoq hosil bo'lmayapti. Demak, biz xulosa qilamizki, birinchi bilan ikkinchi zona haqiqatan ham barmoqlarning shakllanishi uchun zarur ekan. Bunga bitgacha qo'yamiz. 3-zona konsentratsiyasi barmoq turiga ta'sir qiladi. 3-zonani o'zi deyapti.
Uchinchi zona konsentratsiyasi barmoq turiga ta'sir qiladigan signal ishlab chiqarishi mumkin. Aytmoqchiki, bizning uchinchi zonamiz qanaqadir bir modda ishlab chiqaradi. Va bu moddaning konsentratsiyasi baland yoki past bo'lishiga qarab har xil barmoqlar shakllanadi degan fikrni bizga aytmoqchi. Ya'ni signal beradi deyapti. Konsentratsiyasi qayerda ko'p bo'lsa, o'sha yerda qanaqadir signal, konsentratsiyasi kamligiga qarab qanaqadir signal beradi deyapti. Buni qanday aniqlaymiz? Xo'p, e'tibor beramiz. Ya'ni 3-zonani bu yoqqa qo'ygan paytimizda bizning mana bu qismdan ikkinchi barmoq rivojlandi. 3-zonani salgina pastga tushirgandik, xuddi o'sha joydan 3-barmoq rivojlandi. 3-zonani yana ham pastga tushirgandik, xuddi o'sha joydan 4-barmoq rivojlandi. Demak, biz xulosa qilishimiz mumkin. Nima deydi? 3-barmoq, 3-zona o'ziga yaqin tomondan, ya'ni 3-zonaga qancha yaqin bo'lsa, 1-2 zona. Shuncha 4-barmoq, 3-barmoqlarni, ya'ni shu tartibda barmoqlar hosil bo'lishi sodir bo'ladi. Qancha signal konsentratsiyasi katta bo'lsa 4-barmoq, kamroq bo'ladigan bo'lsa 3-barmoq, yana ham kamroq bo'ladigan bo'lsa 2-barmoq. Bunga yana bir isbot. Mana normada 3-zona mana pastda bo'lgan paytda unga eng yaqinda 4-barmoq, undan sal uzoqda 3-barmoq, undan sal uzoqda 2-barmoq rivojlangan. Normada ham. Shu uchun va yana bir isbot mana bu yerda misol uchun 3-zona bu yoqqa qo'yilgan paytda o'ziga ikkita atrofida ham eng yaqin joyda 4-barmoq rivojlangan, keyin 3-uzoqlashgan sayin 2-barmoqlar rivojlanib ketyapti. Demak, haqiqatan biz xulosa qilishimiz mumkin. 3-zona konsentratsiyasi barmoqlari turiga ta'sir qiladigan signal ishlab chiqarishi mumkin. Keyingi fikrimiz, agarda 3-zona 19 va 20-somitdan, demak, mana bu qismdan 3-zona hozir 19 bilan haqiqatan mana bu yerda 20-somit bor. 20-somitdan 17-somit pozitsiyasiga ko'chirilsa, demak 3 ta bu yoqqa qo'yadigan bo'lsak, 19-somit pozitsiyasidagi hujayralar 4-barmoqni hosil qilish ehtimoli yo'q debdi. Demak, agarda biz mana bu yerga 3 ta qo'yadigan bo'lsak, mana shu yerga to'g'ri keladi. 17-zonaga qo'yadigan bo'lsak, ko'chirib o'tkazilsa deyapti. Ko'chirib o'tkazilsa, ya'ni mana bu summit haqida gap ketyapti. 19-summit pozitsiyasida hujayralar 4-barmoqni hosil qilish ehtimoli yo'q. Bu to'g'ri fikr. Nimaga? Agarda ana shu 3-barmoqni oladigan, 3-zonani olib turib, mana bu qismga ko'chiradigan bo'lsak, aytdik boya, bunga eng yaqin konsentratsiyadagina, eng yaqin konsentratsiyada 4-barmoq rivojlanadi. 19-zona bu 17-zonaga juda ham uzoq. Va shuni hisobiga bu yerdan 3-barmoqlar rivojlanish ehtimoli juda ham kam. Bunga to'g'ri deymiz. Fikr, barmoqlarning hosil bo'lishi ketma-ket induksiya yo'li bilan sodir bo'ladi. Ikkinchi barmoq hosil bo'lishi 3-barmoq bilan, uning hosil bo'lishi 4-barmoq bilan induksiya qilinadi. Ya'ni induksiya degan ta'sir qiladi. Aytmoqchiki, ikkinchi barmoqning hosil bo'lishi 3-barmoq tomonidan induksiya qilinadi. Qachonki 3-barmoq hosil bo'lsa, u keyin ikkinchi barmoq hosil bo'lishi ikkinchi barmoq hosil bo'lish uchun signal beradi. Xuddi shunday, qachonki 4-barmoq hosil bo'lsa, u 3-barmoqni shakllanishligi uchun induksiya beradi. Bu narsani tajribaga ko'radigan bo'lsak, deylik, mana e'tibor beramiz. 3-zonani biz 15-sammitga qo'ygan paytimizda birinchi, ikkinchi barmoq paydo bo'ldi. Bularning fikri to'g'ri bo'lganida, bular shunaqa fikr shunaqaki, avval 4-barmoq paydo bo'ladi, keyin 3 ga o'tadi, undan keyin 2 ga o'tadi deyapti. Keyin 2 hosil bo'ladi deyapti. Shunday bo'lganda, mana bu holatimizda ikkinchi barmoq hosil bo'lishi kerak emasdi, chunki ikkinchi barmoq faqatgina 3-barmoqdan keyin,
ya'ni 3-barmoq bo'lsagina shakllanadi. Xuddi shunday mana bu qismda ham Z zonani bu yoqqa qo'ygan paytimizda, ya'ni 3-zonani 4-barmoq hosil bo'ldi. Bu 4-barmoq 3-barmoqning shakllanishi uchun ham nima qilish kerak? Induksiya berishi kerak edi. Lekin bunday bo'lmadi. Demak, bu fikrimiz xato. O'ylaymanki, bu savolim tushunarli bo'ldi. Tavsiya qilaman, bu savol bu mavzudan xulosa qilib embriologiya darslarini bir ko'rib chiqishni. Yana ham sizlarda tushuncha hosil bo'lishligi uchun. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol antibiotiklarni davolash. Antibiotiklarni davolash samaradorligi ma'lum bir dorining bakteriyalarga ta'sir qilish vaqti va konsentratsiyasiga bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida dozaga, qabul qilish oralig'iga va preparatning tanadan chiqarilish tezligiga bog'liq. Antibiotiklar bakteriyalar organizmga bakteriya tushgan paytda o'sha bakteriyani o'ldirish uchun, o'sha bakteriyani zararsizlantirish uchun shifokor tavsiyasi bilan beriladigan dori muolajasi hisoblanadi. Uni samaradorligi deyapti, ya'ni effektivligi, qaysi dori effektiv ekanligini aniqlashimiz uchun bu dori bakteriyaga qancha vaqtgacha ta'sir qilishi va qancha dozada, qancha konsentratsiyada ta'sir qilishga bog'liq. O'shaga qarab, ya'ni ta'sir qilish vaqtiga, qancha vaqt davomida ta'sir qiladi yoki qancha vaqt davomida ta'sir qilish vaqtiga va uni qancha konsentratsiyasiga qarab turib, biz uni samaradorligini belgilar ekanmiz. Shu ikki narsaga bog'liq ekan. Tushunarli qilsam shunday qilay. Samaradorlik demak, ikkita narsa bilan belgilanar ekan. Ta'sir vaqti hamda konsentratsiyasi. Va bu o'z navbatida dozaga, qabul qilish oralig'iga va preparatning tanadan chiqarilish tezligiga bog'liq. Mana bu ikkita omil xo'p, dozaga bog'liq. Ya'ni qancha dozada qabul qildi u. Shunga qarab turib, uni konsentratsiyasi belgilanadi. Misol uchun, ko'p dozada qabul qilgan bo'lsa, uni albatta ta'sir vaqti ham uzoqroq bo'ladi. Kamroq dozada qabul qilgan bo'lsa, uni ta'sir qilish vaqti ham kamroq bo'ladi. Xuddi shunday qabul qilish oralig'iga debdi. Ya'ni har qancha vaqtda qabul qilinadi. Agar tez qabul qiladigan bo'lsa, nima deydi? Albatta buni konsentratsiyasi pasayyaptiki, shunga qarab yoki qabul qilish uzoqroq bo'lgan bo'lsa, organizmdan chiqish vaqti sekinroq va preparatning tanadan chiqarish tezligiga deyapti. Tanadan chiqarilish tezligi. Tanadan qancha tez chiqadigan bo'lsa, shuncha konsentratsiya tez tushadi. Va buning natijada qabul qilish oralig'i ham shuncha qisqaroq bo'ladi. Xo'p. Chiqariladi debdi. Endi ikkita X bilan Y antibiotiklarni ikkalasi ham odam uchun zaharli bo'lib, buyraklar orqali chiqarilar ekan. Ammo Y jigarda sitoxrom komplekslar orqali ham chiqariladi. Buni ham belgilab olishimiz kerak. Demak, agar X antibiotik, ya'ni shundayda dori qabul qilinyapti, antibiotik, u o'z ta'sirini o'tkazib bo'lyapti. O'z ta'sirini o'tkazib bo'lgandan keyin qaysidir yo'l bilan chiqyapti. Deylik, buyrak bilan siydik orqali chiqib ketyapti. Bu jarayon eliminatsiya deyiladi. Chiqib ketyapti. Yana qaysidir bir qismi esa, misol uchun aytayapti-ku o'zi Y antibiotikimiz ham sitoxrom orqali, ham buyrak orqali ham chiqarilar ekan. Demak, buyrak faqat buyrak plus sitoxrom endi
X bakteriya hujayra devorini ionlar uchun o'tkazuvchan qiladi. Demak, X antibiotikni ichadigan bo'lsa, organizm u bakteriya hujayralar devorini ionlar uchun o'tkazuvchan qilib qo'yadi-da. Ya'ni barcha ionlar bemalol kirib chiqa oladigan bo'ladi. Chunki bakteriyaning qo'pig'i qalin bo'lganligi uchun tashqaridan ion yoki qanaqadir bir molekulalarni kirish juda ham qiyin. Agar antibiotik beradigan bo'lsak, o'sha devorlarni bizga tuyniklar ochib berib, o'sha devorlardan ionlarni kirishiga osonlashtiradi. Natijada o'sha ionlar kirib turib, bakteriyani ichidagi osmotik bosimni oshiradi. Bilamiz, osmotik bosim suvni tortib olish qobiliyati. Natijada bakteriya hujayrasi nobud bo'ladi. Y hujayra bo'linish paytida hujayra devori sintezini inga beriladi. Demak, agar Y bakteriyani antibiotik bergan bo'lsak, hujayralar bakteriyamiz ko'paya olmas ekan. Quyidagi rasmda sog'lom odamda X va Y dori vositalarining 500 mg yoki 250 mg dozasini bir marta qabul qilganidan keyin o'lchangan o'rtacha konsentratsiyasi hamda ularning in vitro sharoitida bakteriya o'sishini cheklaydigan minimal konsentratsiyasi bo'ylab o'zgarish ko'rsatilgan debdi. Xo'p, tajribada bizga 500 mg va 250 mg dozada antibiotiklar qabul qilinganda, ularning ma'lum bir vaqt oralig'ida organizmdagi konsentratsiyasi o'lchangan. Ya'ni organizmda o'sha 500 mg yoki 250 mg nima deydi, antibiotikimiz to'liq qondan chiqib ketguncha konsentratsiyasini soat bay o'zgarishi o'lchangan. Va shuningdek, bizga yana bitta ma'lumot beryapti. In vitro sharoitda bakteriya o'sishini cheklaydigan minimal konsentratsiya bo'ylab o'zgarish ko'rsatilgan. Aytmoqchiki, in vitro degani bu odam organizmi, tirik organizmda in vitro sharoitda bakteriyani o'sishini cheklaydigan minimal konsentratsiya nima degani? Shunaqangi konsentratsiyaki, shunaqangi darajadagi minimal konsentratsiyaki, o'sha minimal konsentratsiya bakteriyani o'sishini cheklaydi. Agarda undan kamayadigan bo'lsa, bizning dorimiz bakteriyani o'sishiga ta'sir qila olmaydi degani. Xo'p, bu yerda mana belgilab qo'ygan. Agarda bizning antibiotikimizning konsentratsiyasi shu chiziqdan pastga tushadigan bo'lsa, har qaysi bu bizning bakteriya bemalol bu muhitda ko'paya olish xususiyatiga ega. Menimcha tushunarli bo'ldi. Ana endi berilgan fikrlarni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini belgilang debdi. Buyrak funksiyasi sezilarli darajada pasaygan bemorlarni xavfsiz davolash uchun X ni qabul qilish oralig'ini uzaytirish kerak. Xo'p, buyrakda muammo bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Buyrak yaxshi qila olmayapti, qonni yaxshi filtrlay olmayapti. Qonni yaxshi filtrlay olmagandan keyin bizani nima bo'ladi? X ni tanadan chiqib ketish oralig'i ham uzayadi. Demak, misol uchun oldin shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, buyrak sog'lom payt. Endi buyrak kasal paytda bu chiziqni salgina cho'ziladi. Ya'ni uni tanadan chiqib ketish oralig'i uzayadi. Bildik, X juda ham X antibiotikimiz organizm uchun zaharli ekan. Shuning uchun organizmda dozasini oshib ketishi bu yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Xo'p, bizning maqsadimiz shunaqa bo'lishi kerakki, X dorini tanada yig'ilishini ham oldini olishimiz kerak va bakteriyalarni ham demak qilishni, o'ldirishni ta'minlashimiz kerak. Hozir bu yerda yechim aytyapti, X ni qabul qilish oralig'ini uzaytirish kerak deyapti. Bu to'g'ri yechim. Agarda X qabul qilish oralig'ini oshiradigan bo'lsak, misol uchun yana bitta grafik chizaman. Mana bu holat kelayotgan bo'lsa, bizada mana bu MIC mana bu. Deylik oldin mana 16 soatda ichatdi, misol uchun. Normal ham chizib qo'yamiz mana. Oldin 16 soatda ichayotgandi. Buyrak kasal bo'lgandan keyin o'sha dori 18 soatdan keyin tanadan to'liq butkul yo'qolar ekan. MIC dan 10 soatdan keyin tushib ketadi. Ya'ni
10 soatdan keyin bakteriyalarga ta'siri tugaydi dorini. Demak, bu dori har 10 soatda ichilishi kerak. 10 soatdan 10 soatga beradigan bo'lsak, bu 10 soatga bo'lgandan keyin yana bitta ko'tarilish beradi tabiatan. Qolgan bilan, qolgan konsentratsiya bilan qo'shilib, yana o'sha oldingi holiga qaytadi. Buyrakda kasal bor holatimiz esa endi bu 18 soatda emas, 10 soatda emas, deylik. 17 soatlarda endi taqriban sal mutanosiblik to'g'ri bo'lmadi. 17 soatda MIC dan tushyapti. Demak, dorini har 17 soatda berishni tavsiya qiladigan bo'lsak, shunda organizmda yig'ilish ehtimoli kamayadi. Chunki agarda 10 soatda beradigan bo'lsak, o'zi shuncha doza bor. Biz unga yana xuddi shuncha doza beradigan bo'lsak, bu dorining hozir konsentratsiyasi naborot yana ham tepaga ko'tarib ketadi. Va buning hisobiga organizm zararlanishi mumkin inson sog'ligi uchun. Shuning uchun demak bu fikrni to'g'ri desak bo'ladi qisqasi. Keyingisi, X ning dozasini 500 mg ga oshirganda qabul qilish oralig'ini 2 barobar oshirish X ning yig'ilishini oldini oladi. Mana X dozasi oldin 250 mg desak, mana bunday bo'ladigan bo'lsa, agarda 250 mg dan dozasini 500 ga oshiradigan bo'lsak, qabul qilish oralig'ini 2 barobar oshirsak, X yig'ilishini oldini olishimiz mumkin debdi. Bu nima degani? Shu bilan birga konsentratsiyaning qondagi MIC dan yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Ikkita shart beryapti. Ham to'planmasin, ham MIC dan yuqori bo'lsin, deyapti. Xo'p, belgilab olamiz o'zimiz uchun. Mana bu yerda. Belgilab olamiz. Xo'p, 250 mg bo'lgan paytda misol uchun taxminan 3 soatda nima bo'lardi? Dori organizmdan chiqib ketardi. MIC dan tushardi pastga. Demak, bu 250 mg dan har 3 soatda ichib turish kerak. Xo'p, agarda 500 mg bo'ladigan bo'lsa, har 8 soatda. 8 soatdan keyin tushadi, har 8 soat ichib turish kerak. Demak, ko'ryapmiz, 250 mg ni xo'p 500 mg o'tkazgan paytda agarda 2 barobar oshirish X ning yig'ilishini oldini oladi deyapti. 2 barobar oshiradigan bo'lsak, bu har 6 soatda ichilib turish kerak. 6 soat ichilib turadigan bo'lsa, organizmdagi konsentratsiya juda ham ortib ketadi. Ya'ni har shu turisham mana baland. Bunga plus yana 500 mg minadi. Shuning uchun bu narsa juda ham xato. Bemorni xavf olishi 2 barobar oshib, X yig'ilishini oldini olish. MIC dan yuqori bo'lishi mumkin, lekin 2 barobar oshish X ning yig'ilishini oldini olmaydi. Shuning uchun bu fikrda xato deymiz. Y ni qabul qiluvchi bemorlar sitoxrom komplekslarining ingibitorlarini, misol uchun greyfurtlarni o'z ichiga olgan, greyfurt mevasini esa, shuning ichida ingibitor bor ekan. O'z ichiga olgan mevalarni iste'mol qilganda bu Y dozasini oshirishimiz kerak. Bu to'g'ri fikr. Nimaga? Aytmoqchiki, boya aytdik. Uzr, to'g'ri fikr debman. Chalg'idim. Bildik, Y antibiotikimiz ham buyrak, ham sitoxrom orqali chiqarib yuboriladi. Greyfurt yegan paytda sitoxrom bilan chiqarilish sekinlashadi. Natijada Y oldin organizmdan 11 soatda chiqib ketgan bo'lsa, to'liq 11 soatda chiqib ketgan bo'lsa, bu sitoxrom ingibitorlari berilgan paytda
u uzayishi mumkin deylik 14 soatga. Ya'ni har 14 soatda to'liq chiqib ketadi. Har 14 soatda to'liq chiqib ketadi. Va bundan xulosa qilish mumkinki, agarda sitoxrom bilan sitoxrom ingibitorni o'z ichiga olgan qanaqadir bir nimadir iste'mol qilgan paytda biza Y ni qabul qilish oralig'ini uzaytirishimiz kerak. Qabul qilish oralig'ini uzaytirishimiz kerak. Yoki ya'ni dozasiga umuman anosi yo'q. Dozasini o'zgartirish kerak emas. Iloji bo'lsa dozasini tushirish kerak yoki. Chunki endi zararlanish anosi nima deydi? Tanada qolish ehtimoli oshganligi hisobiga yo uni dozasini tushirishimiz kerak yoki uni qabul qilish oralig'ini oshirishimiz kerak. Shundagina Y tanada yig'ilib qolish oldi olinadi. Bu yerda aytayapti, dozasini nabat oshirishimiz kerak deyapti. Shu tursa tanadan chiqib ketish ehtimoli kam, tanadan chiqib ketish qiyin. Unga qo'shimcha ravishda yana biz dozasini oshiradigan bo'lsak, tanada to'planib qoladi. Shuning uchun bu fikr xato. Qonda dori konsentratsiyasini MIC dan yuqorida ushlab turish X uchun Y dan ko'ra muhimroqdir debdi. Demak, aytmoqchiki, nima tushuntiradigan bo'lsam, misol uchun dori antibiotik qabul qilindi, X dori qabul qilindi. Bu MIC dan tushib ketadigan bo'lsa, mana uni ko'tarib olish. Ya'ni yana qaytib MIC dan yuqoriga ko'tarib olish X da qiyin yoki osonligini tushuntirmoqchi. Bu narsa nima bilan bog'liq? MIC dan tushgandan keyin dorini tanadan chiqib ketish tezligi bilan bog'liq. Qo'pol aytganda shunaqa. Ya'ni dori MIC dan tushgandan keyin tanadan qanchalik tez chiqib ketadi. Misol uchun agarda dori MIC dan tushgandan tanadan juda tezlik bilan yana ham tezroq chiqib ketadigan bo'lsa, demak iloji boricha buni MIC da ushlab turib, dozani ochib turish kerak. Nima deydi? Dorini ichib turish kerak. Agarda MIC dan tushgandan keyin ham bizani dorimizni dozasi pastroq turadigan bo'lsa, ya'ni sekinroq tanadan chiqib ketadigan bo'lsa, bunda dorini dozasini ko'tarib olish ancha oson. Chunki hali MIC dan juda ham katta uzoqlikda bo'lmaydi. Shuni tushuntirmoqchi. E'tibor beradigan bo'lsak, 500 mg X bilan Y dan ichgan paytimizda X juda ham sekinlik bilan tushyapti. Misol uchun hozir 8 soat bilan 8 soat ichida tanadan chiqib ketyapti. Ya'ni yana bizning 8 soat imkonimiz bor. Dorini qaytarish uchun, MIC ni yuqoriga ko'tarish uchun. Y dorimiz bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 6 soat, 5 soatda. 5 soatda pastga tushyapti. Demak, X 8 soatda, Y 5 soatda. Demak, biz xulosa qilish mumkin. Haqiqatdan ham Y antibiotikimiz uchun MIC dan tushish, ya'ni yuqorida ushlab turish, MIC dan yuqorida ushlab turish bu muhimroq. Y uchun muhimroq X dan ko'ra. Shuning demak bu fikrimiz ham xato bo'lar ekan. Xo'p, o'ylaymanki, bu savol ham tushunarli bo'ldi. Bu savoldan olishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni bu savol bo'yicha o'qib olishimiz kerak bo'lgan ma'lumot antibiotiklar mavzusi. Antibiotiklar mavzusini bir o'qib qo'yadigan bo'lsak, buni savolni tushunish ehtimoli ham oshar ekan. O'ylaymanki, bugungi tahlil darslarimiz hammasi sizlarga tushunarli bo'ldi, foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agarda qanaqadir bir qo'shimcha fikr, takliflar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Keyingi darslarni kuzatishda davom eting.